O'zbekistonlik qiz Epstein haqida dahshatli ko'rsatma berdi. U 3 yil davomida zo'rlangan. Si Szinpin AQSh bilan qachon urush boshlanishi mumkinligini aytdi. Putin Rossiyani tozalashni boshladimi? Moskva migrantlarni ommaviy chiqarib yuborishga tayyorlanyapti. Si Szinpin Trampga Eron bo'yicha va'da berdi. Donald Tramp yangi tafsilotlarni oshkor etdi. Ukraina Rossiyaga dronlar yomg'iri uyushtirdi. Qurbonlar bor. Tel Aviv mashhur nashrga qarshi urush boshladimi? Benyamin Netanyahu keskin bayonot berdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. O'zbekistonlik qiz Epstein haqida dahshatli ko'rsatma berdi. U 3 yil davomida zo'rlangan. Jeffrey Epsteinning jinsiy zo'ravonligiga uchragan o'zbekistonlik Roza boshidan kechirgan voqealarni oshkor etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilada ulg'aygani va 18 yoshida Nyu-Yorkdagi modellik agentligiga yollangani ma'lum qilindi. Bu haqda The Telegraph, BBC va The Independent xabar berdi. Roza 12-may kuni AQSh Vakillar palatasining nazorat qo'mitasi yig'ilishida ko'rsatma berdi. Jabrlanuvchining aytishicha, 18 yoshligida Epsteinning hamkor va modellik bo'yicha agenti Jean-Luc Brunel bilan tanishgan. Aynan Brunel qizni O'zbekistondan AQShga iste'dod vizasi asosida olib kelgan. Menda iste'dod vizasini olish uchun yetarli hujjatlar bo'lmagan. Bunga 100% aminman. Menga tasavvurimga ham sig'maydigan modellik karyerasi va'da qilingandi. Moliyaviy jihatdan beqaror oilada ulg'ayganim sababli men ajoyib nishon edim, dedi Roza. U 2009-yil viza bilan Nyu-Yorkka kelganini va Brunel uni Epstein bilan tanishtirganini ma'lum qildi. O'shanda amerikalik moliyachi West Palm Beachdagi uyida uy qamog'ida o'tayotgan edi. Epstein o'zbekistonlik qizga Florida ilm-fan jamg'armasida ishlashni taklif etgan. Mazkur tashkilotda Epsteinning o'zi 2008-yildagi hukmdan keyin faoliyat yuritgan. Jeffrey voyaga yetmagan qizlarga tegajog'lik qilgani uchun uy qamog'ida o'tirgan. Aynan o'sha vaqtda menga ham zo'ravonlik qildi. Kunlardan birida uning massajchisi meni xonasiga chaqirdi va u yerda Jeffrey menga birinchi marta tegajog'lik qildi. Keyingi 3 yil davomida men muntazam zo'rlash qurboni bo'ldim, dedi Roza. Zo'ravonlik Epstein uy qamog'ida bo'lganida sodir bo'lgani bois adolatga erishish imkonsizdek tuyulgani, ammo oxir-oqibat yordam so'rashga jasorat topganini aytdi. Roza Epstein uni qochib ketishdan to'xtatib qolish uchun viza maqomi va moliyaviy xavfsizligi bilan tahdid qilganini ochiqladi. Roza endilikda butun dunyodagi muxbirlar u bilan bog'lanayotganini ma'lum qildi. Men bu davlatga kelganimda hammasi boshqacha bo'ladi deb o'ylagandim. Bunday voqealar Qo'shma Shtatlarda sodir bo'layotganidan hayratdaman, dedi u. Si Szinpin AQSh bilan qachon urush boshlanishi mumkinligini aytdi. Xitoy rahbari Szinpin AQSh prezidenti Donald Tramp bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvda Tayvan masalasiga to'xtalib, jiddiy ogohlantirish berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu masalada yo'l qo'yilgan har qanday xato o'ta xavfli vaziyatga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. 14-may kuni boshlangan uchrashuv boshida AQSh prezidenti ushbu sammitni tarixdagi eng yaxshisi bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Bugungi uchrashuv Pekindagi xalq yig'inlari saroyida boshlandi. Tomonlar iqtisodiy va savdo mojarolarini hal qilishni maqsad qilgan edi. Biroq Si Szinpinning bayonoti munosabatlarni barqarorlashtirishga bo'lgan umidlarga soya soldi, deb yozgan VCG nashri. Si Szinpin Xitoy o'z nazoratiga olmoqchi bo'lgan Tayvan masalasida qat'iy pozitsiyani bildirdi. Tramp Szinpinning bu ogohlantirishiga ochiqchasiga javob bermadi. Ertalabki muzokaralardan so'ng jurnalistlar suhbat qanday o'tganini so'raganda Tramp faqat umumiy gaplar bilan cheklandi. Ajoyib, juda zo'r, aql bovar qilib bo'lmaydi. Xitoy juda go'zal, dedi AQSh prezidenti. Putin Rossiyani tozalashni boshladimi? Moskva migrantlarni ommaviy chiqarib yuborishga tayyorlanyapti.
Rossiya Davlat Dumasi ruxsatsiz mitinglarda ishtirok etgan va Rossiya armiyasini obro'sizlantirgan xorijliklarni mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini kecha 13-may kuni birinchi o'qishda qabul qildi. Hujjat Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksiga 58 ta yangi modda kiritishni nazarda tutadi. Ular asosida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar deportatsiya qilinishi mumkin. Qonun loyihasida Rossiyaga qarshi sanksiyalar chaqirig'i, hududiy yaxlitlikni buzishga undash, ruxsatsiz ommaviy tadbirlarda qatnashish, ekstremizmga oid chaqiriqlar hamda noqonuniy va buzg'unchi ma'lumotlar tarqatish kabi holatlar ham javobgarlik asosida ko'rsatilgan. Shuningdek, ekstremistik va natsistik ramzlarni targ'ib qilish, nafrat va adovat qo'zg'atish hamda OAVni erkinligini suiiste'mol qilish deportatsiya sabablari qatoriga kiritilgan. Davlat Dumasi raisi Volodin bu choralarni migratsiya sohasida tartibni tiklash deb izohladi. Qonun loyihasi endi 2 va 3 o'qishlarda ko'rib chiqiladi. Rossiya so'nggi yillarda migratsiya siyosatini sezilarli darajada kuchaytirmoqda. 2024-yilda Crocus City Hall'dagi terrorchilik harakatidan so'ng xavfsizlik choralari yana qat'iylashgan edi. Si Szinpin Trampga Eron bo'yicha va'da berdi. Donald Tramp yangi tafsilotlarni oshkor etdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Eronni qurol-yarog' bilan ta'minlamaslikka va'da berganini aytdi. Bu haqda Tramp 14-may kuni Fox News'ga bergan intervyusida yozdi. Uning aytishicha, Si Szinpin Yaqin Sharqdagi nizoni hal qilishda yordam taklif qilgan va agar zarur bo'lsa, ko'maklashishga tayyorligini bildirgan. Oq uyning X ijtimoiy tarmog'idagi xabariga ko'ra, muzokaralar davomida tomonlar Tehron yadro quroliga ega bo'lmasligi kerakligi hamda Hormuz bo'g'ozi neft va gazning erkin tranziti uchun ochiq qolishi zarurligi bo'yicha ham kelishuvga erishgan. Bayonotda aytilishicha, Si Szinpin bo'g'ozi harbiylashtirishga va uning ishlatilishini cheklashga qaratilgan har qanday urinishlarga qarshi chiqqan. Shuningdek, u Xitoyning ushbu mintaqa orqali o'tuvchi yo'nalishlarga qaramligini kamaytirish maqsadida Amerika nefti xaridini ko'paytirishdan manfaatdor ekanini bildirgan. Ukraina Rossiyaga dronlar yomg'iri uyushtirdi. Qurbonlar bor. Rossiyaning Ryazan shahriga qilingan dron hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 12 nafar inson jarohat oldi. Bu haqda shahar gubernatori Malkov ma'lum qildi. Uning aytishicha, jabrlanganlar orasida bolalar ham bor. Barcha yaradorlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hujum oqibatida 2 ta ko'p qavatli turar joy binosiga zarar yetgan. Shuningdek, dron qoldiqlari sanoat obyektlaridan biri hududiga tushgan. Hozirda tezkor xizmatlar vayronagarchilik oqibatlarini bartaraf etish va shikastlangan konstruksiyalarni demontaj qilish ishlarini olib bormoqda. Aholi evakuatsiya qilinib, vaqtinchalik joylashtirish punktlari tashkil etilgan. Gubernator ijtimoiy xizmatlar va mutasaddi idoralarga jabrlanganlar hamda halok bo'lganlar oilalariga barcha zarur yordamni ko'rsatish bo'yicha topshiriq bergan. Tel Aviv mashhur nashrga qarshi urush boshladimi? Benyamin Netanyahu keskin bayonot berdi. Isroil bosh vaziri Netanyahu va mamlakat tashqi ishlar vaziri Gideon Sar The New York Times nashriga qarshi tuhmat bo'yicha da'vo arizasi berishga qaror qildi. Bunga nashrda chop etilgan Isroil kuch tuzilmalari tomonidan falastinliklarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik va tahqirlar qo'llanilgani haqidagi maqola sabab bo'lgan. Isroil hukumati matbuot xizmati bayonotida aytilishicha, nashr muxbiri Nicholas Kristevning maqolasi zamonaviy matbuotda Isroilga qarshi e'lon qilingan eng jirkanch va buzib ko'rsatilgan yolg'on materiallardan biri deb baholangan. Netanyahuning aytishicha, maqolada Isroil askarlariga tuhmat qilingan va qonli bo'xton tarqatilgan. Ular Hamas terrorchilari bilan Isroil askarlari o'rtasida soxta tenglik yaratishga urindi, degan Isroil bosh vaziri. U bu ayblovlarni ham jamoatchilik oldida, ham sud orqali rad etishini bildirgan. 11-may kuni e'lon qilingan maqolada falastinlik mahbuslar va qo'lga olinganlarga nisbatan Isroil xavfsizlik kuchlari tomonidan jinsiy zo'ravonlik holatlari bo'lgani aytilgan. Materialda erkaklar, ayollar va voyaga yetmaganlar qamoqxonalar hamda qo'lga olish paytida zo'ravonlik va tahqirlarga uchraganini aytgani keltirilgan. Shu bilan birga maqolada Isroil rahbariyati bunday harakatlarga bevosita buyruq berganini tasdiqlovchi dalillar yo'qligi ham qayd etilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.